boshqa iloji yo'qmi tushirishni bundan so'ng aka? Yana o'zgartirib tushiring aka aytganingizdan. Akajon, buni hamma ishlar qilib qo'yilgan. 4 ta yangi balon qo'yilganiga 15 kun bo'lgan yo'qolib. 4 ta yangi kolobkalar qo'yilgan. Elektrikasi hamma ishlar qilingan. Va faralarini o'zim uchun qildirganman, stroboskopmi shunaqa ishlar bor. Ichiga saloniga monitorlargacha turibdi aka. Shumkasi bor, propani bor akajon. Kraskachi aka? 100% toza. Bampergacha toza aka. Bampergacha toza. Buni aka hozir 15300 dan ham tushirishning iloji bormi yoki yo'qmi? Sizni podpiskasi uchun kichkina zazori bor. 15300 dan yana ozgina joyi bor. Zazori bor. 2017 nechta probega? 125 ming yurgani. 125 ming yurgani. 2017-yilda ishlab chiqarilgan Captiva 4 2.4 motor, propan gaz hamma ishlari qilingan. Kraskalari toza. 15300 dollar yana ozgina zazor bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ushbu avtomashinamiz telefon qiling, to'g'ridan-to'g'ri egasining telefon raqamini qo'yapman. Kim baraka qiladigan bo'lsa, bizni profilni istoriyasiga atmetga qiladigan bo'lsa 20 litr benzin mandan javob.